Ushbu ta'lim muassasasida o'quvchilarimizni yozgi vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun bolalarni ota-onalar tomonidan xohish bildirishganlar bor va bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tishni xohlaganlar bor. Ayrim toifadagi oilalar bolalarini bepul mana shu vaqtlarini bepul o'tkazish uchun bepul ovqatlar tashkillashtirish jarayonlarini ko'rib turibsizlar hozir. Hozir mana bu direktor o'zi nazorat qilib aylanib yuribdilar Muxtorjon. Bu ko'p yillardan beri shu ta'lim muassasasida rahbarlik qilib, qayerda ishlagan bo'lsa, shu ta'lim muassasalarida ijobiy ishlarni amalga oshirgan yigit haqiqatda namuna bo'lishga arziydigan. Bugun bu to'g'risida biz shu bu ta'lim muassasasiga kelib o'rganish qildik. Hamma ta'lim muassasasida tashkillashtirishni tavsiya qilib qolishdi. Muxtorjon, nima deysiz? Hammaga tavsiya qilamiz. Asosiy maqsad bolani vaqtini mazmunli tashkil qilish orqali bulardagi ta'lim sifatini, qolaversa ulardagi kasbiy faoliyatini rivojlantirish maqsadida reja qilingan xolos. Bu Sizlarga ham tavsiya qilamiz. bolalarni har bir vaqtini o'tkazish ijobiy o'quv jarayonlari bilan jadidlar markazini ko'rdik, musiqa xonalarini ko'rdik, sport maydonlarini ko'rdik. Bular hozir ovqatlanishganda hammalari ana shu yerda o'zlarini mazmunli vaqtlarini o'tkazishadi. Kun tartibimizda 3 qismga bo'lib olganmiz. Birinchi qismimiz o'quvchilarni kuzatib olish,